Bu ayolning hikoyasi sizni hayratga soladi. U har kuni qiyinchiliklarga duch keladi, ammo hech qachon taslim bo'lmaydi. U bolaligidan og'ir hazm tizim kasalligi bilan yashaydi. Shu sababdan unga maxsus kolostomik paket o'rnatilgan. Bu qoringa mahkamlangan shaffof xalta bo'lib, chunki uning ichagi oddiy odamlarnikidek ishlamaydi. Ovqat yeganida yoki suv ichganida yegulik butun ichakdan o'tmaydi. Uning bir qismi qorin devoridagi maxsus teshik orqali tashqariga chiqadi. Albatta, avvaliga juda og'ir bo'lgan. Atrofdagilari hayron bo'lib qarashar, savol berishar, hatto ko'rsatishardi. U esa o'zini begonalardek his qilardi. Bir vaqt o'tib, u qaror qildi. Endi o'zini yashirmaydi. Bugun u ijtimoiy tarmoqlarda hayotini ochiq namoyish qiladi. Kulib turib ham shunday tashxis bilan to'liq yashash mumkinligini isbotladi. Hozir u TikTok va Instagramda yulduzga aylangan. Uning gapi esa juda oddiy. Agar uning hikoyasi hech bo'lmaganda bitta insonga umid bersa, demak buning hammasi bejiz emas. Endi savol, siz nima deb o'ylaysiz? Insonni qiyinchilik emas, balki uni yengib o'tish qahramon qiladimi? Fikringizni kommentariyada yozib qoldiring.